Agar sochlarni uchi fenda qurib yomon bo'lib ketishini xohlamasanglar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga soch uchun ikkita zo'r mahsulotni obzor qilib beraman. Bu mahsulot mana sochlarga surganingizdan keyin ham sochinglar tikka bo'lib qoladi, ko'rgandek, o'shalarga ham juda ham zo'r. Agar sochinglar uchi qurib ketayotgan bo'lsa, tarashga qiynalayotgan bo'lsanglar, jonsiz bo'lib qolsa, uchi shu ikkita mahsulotni ishlatib ko'ringlar. Keyin sochini ko'p ukladka qiladiganlarga kerakli narsa. Men sizlarga hozir ozgina ko'rsataman. Bu mushukka o'xshagan narsa. Ozgina qo'ysanglar ham уже qanaqa ko'p. Buni sochinglarni ho'l holatida surasizlar. Ko'rasizlarmi? Qanaqa. Ikkinchisi, mana serum. Bu serum ham sochinglarni quritib bo'lganingizdan keyin surasizlar. Sochinglarni yog'li qilib qo'ymaydi, teksturasi shunaqa mягкий, ishoninglar, sochinglarga surganingizdan keyin уже yuvib ketadi bu. Nima oldimdan surib ko'rsataman. Faqat mashtiga surdim, ko'rdinglarmi? Bo'lmasa ozgina bitta kaplaydi, mashtiga surdim. Qaranglar. Yog' bo'lib qolmaydi, ishoninglar, shunaqa zo'r. Mashinani olib ishlatib ko'ringlar. Agar sochinglarni ko'p ukladka qiladigan bo'lsanglar, men sizlarga mana shu brendni mahsulotini tavsiya qilaman. Sochinglar shunaqa zo'r